74 yoshli bemorimizda prostata bezi adenomasi bilan og'rigan bemorimizda perkutansistomiya amaliyotini bajardik. Bu bemorimizga ko'rsatma bo'lib, ya'ni qoldiq siydikning siydik qopida ko'p miqdorda qolib ketayotganligini, ya'ni 450 millilitrdan ko'proq qoldiq siydik mavjudligi ko'rsatma bo'ldi. Bu bemorimizni 3 yil oldin insult o'tkazishgan. Shuning hisobiga chap qo'l, chap oyoqda biroz kuchining pasayishi kuzatilgan hamda bu bemorimiz qandli diabetga ikkinchi tip kasalligi bilan og'rib keladi. Sistostoma qo'yishimizdan maqsad siydik qopimizni qisqaruvchanligini tiklanishi uchun vaqt yaratish hamda infeksiyalardan tozalanishi uchun qo'ydik. Xudo xolasa 3 haftalar taxminan vaqt o'tgandan keyin ikkinchi etap operatsiyasini o'tkazib beramiz. Ya'ni tashqi siydik yo'li orqali kirib borib, prostata bezi adenomalarini olib tashlaymiz. Bu hajmi 121 cm3 tashkil qiladi. Hozirgi holatda sog' bo'linglar, rahmat.